Keling, bugun juda muhim masalani aniq qilib tushuntirib beraman. Kimning pensiyasi oshmaydi, kimniki oshadi? Standart yosh to'lovlari deganda nima nazarda tutiladi va nega ayrim odamlar hammaniki oshdi? Lekin meniki o'zgarmadi deb hayron bo'lib qoladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki uyimizda pensioner ota-ona, bobo bu nogironligi bor fuqaro yoki pensiyaga chiqishga yaqin inson bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bugun oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida eng ko'p adashtiradigan joylarni birma-bir ochib beraman. Eng avvalo muammoning o'zagini tushunib olaylik. Odamlar odatda yangiliklarda pensiyalar oshirildi. Nafaqalar indeksatsiya qilindi, yoshga doir to'lovlar miqdori ko'paydi degan xabarni ko'radi. Shundan keyin ko'pchilik tabiiy ravishda demak, mening kartamga ham ko'proq pul tushadi deb kutadi. Lekin amalda hamma holat ham shunday bo'lavermaydi. Sababi pensiya tizimida bir nechta turdagi to'lovlar bor. Mehnat pensiyasi, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, qo'shimcha ustamalar, kompensatsiyalar, eng kam miqdor bilan bog'liq to'lovlar va boshqa alohida holatlar. Oshirish haqidagi qaror esa har doim ham barcha to'lovlarga bir xil ta'sir qilmaydi. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiya oshirilishini asosan umumiy foiz orqali tushungan. Masalan, umumiy foizga oshdi deyilsa, pensioner o'zining avvalgi olgan puliga 10% qo'shilishini kutgan. Lekin tizimda har doim ham bunday oddiy hisob ishlanmagan. Chunki ayrim to'lovlar bazaviy hisoblash miqdoriga bog'langan. Ayrimlari eng kam pensiya miqdoriga bog'langan. Ayrimlari esa alohida belgilangan qat'iy summa sifatida yuritilgan. Endi esa ko'proq tartibga solingan, raqamlar ochiqroq bo'lgan. Lekin oddiy fuqaro uchun baribir chalkash ko'rinadigan tizim bor. Aynan shu joyda tushunmovchilik chiqadi. Qonun bo'yicha oshgan narsa bir toifadagi odamga tegadi, ikkinchisiga esa tegmasligi mumkin. Men sizga buni oddiy misolda tushuntiraman. Tasavvur qiling, 2 nafar pensioner bor. Birinchisi 35 yil ish stajiga ega, umr bo'yi rasmiy ishlagan, maoshi ham yaxshi bo'lgan. Uning pensiyasi mehnat staji va ish haqi asosida hisoblangan. Ikkinchi odam esa rasmiy staji kam bo'lgan, lekin yoshi yetgani uchun unga minimal yoki ijtimoiy xarakterdagi to'lov tayinlangan. Agar davlat mehnat pensiyalarini indeksatsiya qilsa, birinchi odamda o'sish bo'lishi mumkin. Agar faqat eng kam pensiya miqdori ko'tarilsa, ikkinchi odamga ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Agar faqat kompensatsiya yoki qo'shimcha ustama o'zgarsa, bu yana boshqa toifadagi odamlarga taalluqli bo'ladi. Shuning uchun hamma pensionerga bir xil qo'shiladi degan fikr noto'g'ri. Endi asosiy savolga o'tamiz. Kimning pensiyasi oshmasligi mumkin? Birinchi toifa, pensiyasi avvaldan belgilangan yuqori chegaralar yoki maxsus tartib asosida hisoblangan fuqarolar, ayrim maxsus pensiyalar. Xizmat yillari bo'yicha to'lovlar yoki alohida normativga bog'liq to'lovlar umumiy indeksatsiyadan avtomatik tarzda foyda ko'rmasligi mumkin. Bu degani u odam umuman huquqsiz degani emas. Faqat uning to'lov boshqa qoida bo'yicha yuritiladi. Ikkinchi toifa pensiyasi emas, balki boshqa turdagi ijtimoiy nafaqa olayotgan odamlar. Odamlar ko'pincha men pensionerman deb aytadi. Lekin hujjatda u pensiyasi emas. Ijtimoiy nafaqa bo'lishi mumkin. Masalan, yetarli ish staji bo'lmagan keksa yoshdagi fuqaroga yoshga doir ijtimoiy nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya oshishi haqidagi xabar unga faqat agar nafaqa turi ham oshirilgan bo'lsa ta'sir qiladi. Agar qarorda faqat mehnat pensiyalari ko'rsatilgan bo'lsa, ijtimoiy nafaqa miqdori o'zgarishsiz qolishi mumkin. Uchinchi toifa, pensiyasi minimal miqdordan yuqori bo'lgan, lekin oxirgi oshirish faqat minimal pensiyaga tegishli bo'lgan fuqarolar. Masalan, bir ayol 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Davlat esa eng kam yoshga doir pensiyani aytaylik 970 mingdan 1 million so'mga ko'tardi. Bu holatda 1 million 200 ming olayotgan pensioner nega meniki oshmadi deydi. Sababi uning pensiyasi allaqachon yangi minimumdan yuqori. Minimal miqdor oshgani past to'lov oluvchilarga yordam beradi, yuqoriroq oluvchining pensiyasiga esa har doim ham qo'shimcha keltirmaydi. To'rtinchi toifa, hujjatlarida xatolik yoki ma'lumot yetishmovchiligi bor fuqarolar. Men amaliyotda ko'p ko'raman. Odam 30 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya jamg'armasi bazasida 23 yil ko'rinadi. Yoki 1990 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi topshirilmagan, ish beruvchi korxona tugatilgan, arxivdan ma'lumot olinmagan. Natijada pensiya pastroq hisoblangan bo'ladi. Oshirish bo'lsa ham
xato baza ustiga qo'shilgani uchun odam sezilarli farq ko'rmaydi. Bunday holatda pensiya oshmadi emas. Aslida pensiya avvaldan noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. 5-toifa pensioner ishlayotgan bo'lsa yoki daromad to'lov turi qayta hisoblash muddati bilan bog'liq alohida qoidaga tushib qolgan bo'lsa, hozirgi tartiblarda ishlayotgan pensionerlarning pensiyasiga yondashuv avvalgiga nisbatan ancha yumshagan bo'lsa-da, ayrim qo'shimcha to'lovlar yoki qayta hisoblashlar avtomatik bo'lmasligi mumkin. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin yana ishladi, lekin ish staji qo'shilishi uchun qayta hisoblashga ariza bermadi. U o'ylaydi, men ishladim, demak pensiyam oshishi kerak. Lekin tizimda ko'p hollarda ariza, ma'lumot va belgilangan muddat kerak bo'ladi. Endi kimlar xavotir olishi kerak va kimlar xavotir olmasligi kerakligini aniq ajratamiz. Agar sizning pensiyangiz eng kam miqdorga juda yaqin bo'lsa, siz albatta har bir oshirish qarorini tekshirishingiz kerak. Chunki eng kam pensiya ko'tarilsa, sizning to'lovingiz ham moslashtirilishi mumkin. Agar siz ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lsangiz, xabarda aynan ijtimoiy nafaqalar yoki yoshga doir nafaqa degan so'zlar bor yo'qligiga qarang. Agar faqat pensiyalar deyilgan bo'lsa, sizga ta'sir qilmasligi ehtimoli bor. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya olsangiz, oila a'zolari soni, marhumning staji va tayinlangan ulush muhim bo'ladi. Agar nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz, nogironlik guruhi pensiya yoki nafaqa ekanligi. Qo'shimcha parvarish puli bor yo'qligi alohida ahamiyatga ega. Masalan, birinchi real hayotga yaqin vaziyatni olaylik. Karim aka 63 yoshda, 38 yil rasmiy ishlagan, pensiyasi 2.400.000 so'm. Yangiliklarda eng kam pensiya oshirilgani aytildi. Karim aka kartasiga qaraydi, pul deyarli o'zgarmagan, u xafa bo'ladi. Lekin bu yerda mantiq shuki, agar oshirish faqat minimumga tegishli bo'lsa, Karim akaning pensiyasi minimumdan ancha yuqori bo'lgani uchun unga qo'shimcha chiqmasligi mumkin. Bu adolatsizlikdek tuyuladi, lekin qoida nuqtai nazaridan minimumni oshirish kambag'allar qatlamini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Ikkinchi vaziyat. Malika opa 6 yoshda, staji kam, rasmiy ishlagan yillari 9 yil. U yoshga doir ijtimoiy nafaqa oladi. Televizorda pensiyalar oshirilgani haqida eshitadi, lekin uning nafaqasi o'zgarmaydi. Nega? Chunki u oladigan pul mehnat pensiyasi emas. Agar hukumat qarorida yoshga doir ijtimoiy nafaqalar ham oshiriladi deb aniq yozilmagan bo'lsa, Malika opa avtomatik ravishda ko'proq olmasligi mumkin. Shu sababli odam avvalo o'zining to'lov turi nomini bilishi shart. 3-vaziyat. Said aka 22 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanganda faqat 20 yil staj hisobga olingan. Chunki bir korxona bo'yicha hujjatlar arxidan olinmagan. Pensiya oshirilganda unga ham ozgina qo'shiladi, lekin u baribir past oladi. Bu holatda asosiy yechim yangi oshirishni kutish emas, balki eski stajini tasdiqlash. Agar Said aka arxivdan ishga qabul qilinganligi, ishdan bo'shaganligi, ish haqi yoki mehnat daftarchasi bo'yicha ma'lumotlarni topib topshirsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Natijada bazaviy pensiya oshadi. Keyingi indeksatsiyalarda ham foyda ko'proq bo'ladi. 4-vaziyat. Bir ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini 2 farzandi uchun oladi. Farzandlardan biri 15 yoshga to'ladi va o'qishni kunduzgi shaklda davom ettirmasa, uning ulushi to'xtashi mumkin. Shu paytda umumiy pensiya oshgani haqidagi xabar chiqsa ham, oilaning umumiy tushumi kamaygandek ko'rinishi mumkin. Aslida bu yerda ikki jarayon bir vaqtda sodir bo'lgan, bir tomondan oshirish. Ikkinchi tomondan huquqi tugagan farzand ulushining to'xtashi. Odam esa faqat yakuniy summaga qarab nega oshmadi deb o'ylaydi. 5-vaziyat. Nogironligi bo'lgan fuqaro nafaqa oladi. Yo'lida parvarish puli yoki boshqa kompensatsiya ham bor. Yangilikda nogironlik pensiyalar oshgani aytilgan bo'lishi mumkin, lekin u oladigan to'lov pensiya emas. Nafaqa bo'lsa yoki qo'shimcha puli boshqa qaror bilan belgilanadigan bo'lsa, jami summa kutilgandek oshmasligi mumkin. Shuning uchun to'lov varaqasida har bir qatorni alohida ko'rish kerak. Asosiy to'lov ustama, kompensatsiya, ushlab qolish, qarzdorlik bo'lsa undirish. Endi istisnolar va ko'p odam bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshishi e'lon qilingan sana bilan pul kartaga tushadigan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, qaror 20 oydan kuchga kiradi, lekin to'lov amalda oyning belgilangan kunida tushadi. Ba'zan qayta hisoblash tizimda keyingi oyda ko'rinadi. O'tgan davr uchun farq alohida to'lab beriladi. Shu sababli birinchi oyda vahima qilmaslik kerak, lekin hujjatni tekshirish shart. Ikkinchi nozik jihat, ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasini aliment, kredit qarzdorligi
sud ijro hujjati. Ortiqcha to'langan pulni qaytarish kabi ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 100 ming so'mga oshdi, lekin 100 ming so'm boshqa qarzdorlikka ushlab qolindi. Pensiya kartasida o'zgarish ko'rmaydi. U oshmadi deb o'ylaydi. Aslida oshgan, lekin net, ya'ni qo'lga tegadigan summa o'zgarmagan. Buni bilish uchun bank SMS-ga emas, pensiya to'lov ma'lumotnomasiga qarash kerak. 3-nozik jihat yashash joyi va to'lovni ko'chirish. Agar pensioner bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsa, pensiya ish ko'chirilishi, ro'yxatdan o'tish, yashash manzili bo'yicha tekshiruvlar vaqt olishi mumkin. Bu jarayonda oshirish kechikib ko'rinishi ehtimoli bor. Ayniqsa pasport ma'lumotlari, PNFL bank kartasi rekvizitlari yangilanmagan bo'lsa, to'lov texnik sababga ko'ra ushlanib qoladi. 4-nozik jihat, ishlagan davrlar to'liq rasmiy bo'lmagan bo'lsa. Og'zaki guvohlik har doim yetarli bo'lavermaydi. Men falon zavodda 15 yil ishlaganman, hamma biladi, deyish huquqiy hisoblash uchun yetarli emas. Pensiya tayinlashda mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi vedomosti, ijtimoiy soliq yoki sug'urta badallari bo'yicha ma'lumotlar muhim. Agar hujjat yo'q bo'lsa, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar bo'lishi mumkin, lekin bu alohida jarayon. 5-nozik jihat. Ayollar uchun farzand parvarishi davrlari, erkaklar uchun harbiy xizmat, ayrimlar uchun o'qish davri yoki imtiyozli ish sharoitlari har doim bir xil hisoblanmaydi. Odam mening umumiy hayotiy mehnatim vaqtning yil deydi. Lekin pensiya qonunchiligida aynan qaysi davr stajga kirishi alohida belgilanadi. Shuning uchun pensiya oshmasa faqat oxirgi qarorni emas, butun pensiya ishini ko'rib chiqish kerak. 6-nozik jihat. Qo'shimcha ustamalar asosiy pensiyadan farq qiladi. Masalan, yosh katta, urush qatnashchisi, alohida xizmatlari bor, yolg'iz pensioner yoki parvarishga muhtoj shaxs bo'yicha beriladigan qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Bularning ayrimlari indeksatsiya qilinadi, ayrimlari qat'iy summada qoladi. Natijada asosiy pensiya oshgani bilan ustama o'zgarmasligi mumkin yoki aksincha, ustama oshib asosiy pensiya o'zgarmasligi mumkin. Endi amaliy maslahatlar. Men har bir pensionerga yoki pensionerning farzandlariga quyidagi qadamlarni bajarishni tavsiya qilaman. Birinchi qadam, o'z to'lovingiz nomini aniqlang. Siz mehnat pensiyasi olyapsizmi? Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni og'zaki taxmin qilmang. Pensiya jamg'armasidan yoki elektron xizmatlar orqali to'lov turi ko'rsatilgan ma'lumotnoma oling. Ikkinchi qadam. Oxirgi 3 oy yoki 6 oy uchun to'lov tafsilotini so'rang. Unda asosiy summa, ustama, kompensatsiya ushlab qolishlar va yakuniy to'lov alohida ko'rinishi kerak. Faqat bank kartasiga tushgan pulga qarab xulosa chiqarmang. Chunki karta sizga yakuniy summani ko'rsatadi, lekin ichidagi hisob kitobni ko'rsatmaydi. 3-qadam, pensiya tayinlanganda hisobga olingan stajni tekshiring. Mehnat daftarchangizdagi barcha ish joylari kiritilganmi? Korxona nomi o'zgargan bo'lsa, arxivda bo'lish tashkilot bormi? Ishga kirish va ishdan bo'shash buyruqlari to'g'ri ko'rsatilganmi? Bir nechta ish joyi parallel bo'lgan bo'lsa, ular qonun bo'yicha qanday hisoblangan? Shu savollarni yozib boring va mutaxassisdan javob oling. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini tekshiring. Pensiya faqat stajga emas, ko'p hollarda ish haqi bazasiga ham bog'liq bo'ladi. Agar siz yuqori maosh olgan davrlaringizni tasdiqlovchi ma'lumotlarni topshirmagan bo'lsangiz, pensiyangiz pastroq chiqishi mumkin. Ayniqsa eski davrdagi oyliklar bo'yicha arxiv ma'lumotnomalari muhim. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Agar hujjatlar boshqa tashkilotga topshirilgan bo'lsa, o'sha tashkilotdan rasmiy javob oling. 5-qadam, yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki gaplashish yaxshi, lekin rasmiy natija olish uchun ariza kerak. Arizada menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan ish staji, ish haqi davrlari, qo'llangan ustamalar va oxirgi indeksatsiya bo'yicha qayta hisob kitob haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport yoki ID karta nusxasi, PNFL, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uning nusxasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, bank rekvizitlari, zarur bo'lsa nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlikka oid hujjatlarni qo'shing. 6-qadam, javobni kuting va javobni tushunib o'qing. Agar javobda pensiya to'g'ri hisoblangan deb yozilgan bo'lsa, lekin hisob kitob raqamlari berilmagan bo'lsa, batafsil hisob kitobni so'rab qayta murojaat qiling. Siz qaysi yillar stajga kirgani, qaysi yillar kirmagani, nega kirmagani, qaysi ish haqi davri olingani,
qanday koeffitsient qo'llangani haqida bilishga haqlisiz. 7-qadam, agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organ yoki sudga murojaat qilish imkonini ko'rib chiqing. Men darrov sudga yuguring demayman. Avval hujjatni to'plang. Pensiya jamg'armasidan yozma javob oling, arxivlardan ma'lumot oling. Shundan keyin haqiqatan ham xatolik bo'lsa, mutaxassis bilan maslahatlashib, qonuniy tartibda e'tiroz bildirish mumkin. Yana bir muhim maslahat, yaqinlaringizning hujjatlarini oldindan tartibga soling. Pensiyaga chiqish arafasi emas, kamida 1-2 yil oldin mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotlari, arxiv javoblarini yig'ishni boshlang. Chunki pensiyaga chiqish kuni kelganda korxona yopilgan ekan, arxivda topilmayapti, familiya o'zgargan ekan, buyruq raqami noto'g'ri yozilgan ekan degan muammolar vaqtni oladi va odam bir necha oy pastroq to'lov bilan qolishi mumkin. Agar siz allaqachon pensiya olayotgan bo'lsangiz va oxirgi oshirishdan keyin pulingiz o'zgarmagan bo'lsa, men sizga quyidagi tartibda harakat qilishni aytaman. Avval bankdan yoki to'lov ma'lumotidan aynan qancha tushganini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasidan mening pensiyam qayta hisoblandimi, qaysi qaror asosida, qancha bo'lish kerak edi deb so'rang. Keyin ushlab qolishlar bor yo'qligini aniqlang. Shundan so'ng to'lov turi pensiyami yoki nafaqami minimumga bog'liqmi yoki umumiy indeksatsiyaga bog'liqmi, shuni tekshiring. Ana shunda muammo qayerda ekanligi ko'rinadi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Qo'shni, qarindosh, mahalla yoki ijtimoiy tarmoqdagi gaplarga qarab xulosa chiqarmang. Ikki odam bir xil yoshda bo'lishi mumkin, lekin staji, ish haqi, to'lov turi, imtiyozi, oilaviy holati, nogironlik guruhi, ushlab qolishi, hujjatlari butunlay boshqa bo'ladi. Shuning uchun biri 300 ming so'm ko'proq olsa, ikkinchisi faqat 70 ming so'm ko'proq olishi yoki umuman o'zgarish sezmasligi mumkin. Bu har doim ham xato degani emas, lekin tekshirish kerak degani. Xulosa qilib aytaman. Pensiya oshishi haqidagi xabar hamma uchun bir xil natija bermaydi. Kimning pensiyasi oshmasligi mumkin? To'lovi ijtimoiy nafaqa bo'lganlar, minimumdan yuqori pensiya olayotgan va oshirish faqat minimumga tegishli bo'lganlar. Maxsus tartibdagi to'lov oluvchilar, hujjatlarida staj yoki ish haqi to'liq aks etmaganlar, ushlab qolishlari borlar va qayta hisoblash uchun ariza bermaganlar. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning to'lovingiz qarorda aniq ko'rsatilgan toifaga kirsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa va to'lov tafsilotida oshirish aks etgan bo'lsa, demak jarayon odatda to'g'ri ketmoqda. Eng muhimi, o'z huquqingizni bilmasdan turib, menga baribir hech narsa berishmaydi deb qo'l siltamang. Hujjatni tekshiring, yozma murojaat qiling, hisob kitobni so'rang, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Ko'p hollarda odam aynan shu oddiy qadamlar orqali o'ziga tegishli pulni qayta hisoblatib oladi. Sizning holatingizda pensiya oshdimi yoki o'zgarmadimi? Qaysi turdagi to'lov olasiz va qanday muammoga duch keldingiz? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan vaziyatlarni alohida tahlil qilib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ularga real pulni to'g'ri olishda yordam berishi mumkin.